Ichimlik suvi, elektr, gaz tarmoqlariga noqonuniy ulanganlik uchun javobgarlik borligini hamma biladi. Ammo bila turib qonunlarni chetlab o'tishga urinish holatlari uchramoqda. Surxondaryo viloyat hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan Sariosiyo tumanida o'tkazilgan reydlar davomida ichimlik suvi tarmog'iga o'zboshimchalik bilan ulanish holatlari aniqlandi. Hozir shu haqda. Sir emaski, so'nggi yillarda ichimlik suvini asrash, undan oqilona foydalanish haqida bot-bot takrorlanyapti. Lekin shunga qaramasdan ob-hayotni isrof qilish, undan noqonuniy foydalanish holati uchrab turibdi. Bunga Surxondaryo viloyat hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan olib borilgan reyd tadbiri davomida ham guvoh bo'lish mumkin. Sariosiyo tumani, Xususan Sariosiyo tumani, Konchilar va Yangi hayot mahallalarida faoliyat yuritayotgan ikkita xususiy korxona mas'ullari kishi bilmas qabilida ish tutgani ta'sifli. Ular faoliyati ko'zdan kechirilganda ichimlik suvi tarmog'iga qo'shimcha tarmoq orqali o'zboshimchalik bilan ulanib, foydalanib kelayotganligi aniqlandi. yo'q, tashlaylar. Ichimlik suv tarmog'ini uzib, ojiradan tashlaylar. Har ikkala korxona rahbarlariga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Reyd tadbiri Surxondaryo suv ta'minoti aksionerlik jamiyati Denov tuman bo'limi hamkorligida tumandagi Xo'ja xalqi va Qoraxon mahallalarida ham davom ettirildi. Hududda yashovchi 3 nafar fuqaro ham ichimlik suvi tarmog'iga qonunga zid ulanib, foydalanib kelayotganligi fosh etildi. Bulardan tashqari nazorat tadbirlari jarayonida suvni hisobga olish asboblari va tamg'alariga qasddan shikast yetkazganlik hamda ularning ko'rsatkichlarini o'zgartirish maqsadida tashqaridan aralashganlik holatlari ham oydinlashdi. Bu borada fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 15 baravargacha, mansabdor shaxslarga esa bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravaridan 25 baravargacha miqdorda jarima qo'llanishi mumkin. Shuningdek, oqova suv tarmoqlariga o'zboshimchalik bilan ulanganlik uchun fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravargacha, mansabdor shaxslarga esa 10 baravaridan 15 baravarigacha miqdorda jarima qo'llash sabab bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, inspeksiya tomonidan joriy yilning shu davriga qadar ichimlik suvi ta'minoti va oqova suvlarni chiqarib yuborish xizmatlaridan foydalanishda 55 ta qonun buzilish holatlari aniqlangan. Inspeksiya tomonidan joriy yilning o'tgan davri mobaynida umumiy miqdori 248 million so'mlik 70 ta ma'muriy jarimalar qo'llandi. Unutmang, suv resurslaridan oqilona va tejamkorlik bilan foydalanish har bir fuqaroning insoniy fazilati va qonuniy burchidir. Bu burchni unutganlar esa qonun oldida javob berishi muqarrar. Sobit Qaynarov, Eshquvvat Himmatov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Surxondaryodan.